Voy. Bo'ldi, qo'y telefonni, Nafosat domini o'zim qilib yuboraman senga. Assalomu alaykum. Nafosat stilistizmi deysiz? Men kelli bizga yozdirgandim. Assalomu alaykum. Ha, men Kiruning. Qanaqa obraz qilamiz sizga? Вообще farqi yo'q. Shu ro'molga yarashadigan nimadir qilib yuboring. Nima unaqa deyapsiz? Hijob o'rash hammaga ham emas. O'zi endi 1 oy bo'ldi. Hozir hijob o'ramasangiz erga tega olmas ekansiz. Normalniy joydan chiqib qoluvdi, men ham rozi bo'ldim. Mashina bo'lsa, uy-joyi bo'lsa, yana nima kerak menga? Uf, ham iz bor. Voy, yigitingiz biladimi bunaqa chakishingizni? Hattan bilib o'tiribdi, lo'q bo'lsa. Onam. Alo. Alo, qizim, bo'lib qoldingmi? Ha, oyi bo'lib qoldim. Shuni turishim iz bordi. Alo. Alo, ben Kirin tayyormi? Ha, albatta hayotim. Bo'lma. Xo'p bo'ladi. Bo'ldi endi indamasa. Aytgandek, sho'ttagi gap sho'tta qolsin, pulingizni ortig'i bilan beraman. Ortiqcha pulingiz kerak yo'q menga. Xudo ko'rib turibdi-ku. Dam solaman, jon olaman, qocholmaysan bari